Bugünkü hadisimiz nayet muhim bir hadis. Kalbni tinchashda, özümüzni aldamaslikda nayet muhim bir hadis. Taqvalik qilmasak, ya'ni Allohdan qo'rqish degan bu tuyg'uni ilvatsak, yaxshilikdek, ko'p pul topalaydigandek, ishlarimiz o'ng o'tadigandak mushundaq ishlar oldimizga kelib qoladi. Ammo demak bu hadis bizga bu shubhadan yiroq turish orqali qalbining u sog'lom tuyg'usini, sog'lom fitratini saqlab qolishga buyuradi. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ama ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qardaşlar, hammanlar hoş geldinglar. Biz bugün Allah'ın rahmeti ve fazli bilan İmam Nevevi'ninki 40 hadis namlı kitabıdan 27. ve 28. hadisini okuyumuz. Yani biz bugün 2 hadis okuyumuz. Çünkü bugünkü hadisimizdeki mezmununa ait muhim ama hiççen boğaçqa 2 hadisini bir dərstə okuyumuz. Bizden bugün okuyduğun 27. hadisimiz bolsa insanınki qalbisininki, tuyg'usininki, sağlam fitratininki bir işning yaman ish ve yaxshi ekanligini ayrışda öteydigan roli haqida bo'ladi. Yani insanın qalbi, vijdani bir ishning xato va yaxshiligini bilalamdi, o haq to'xtaladi. Aldulan biz hadisni o'qiylik, undan keyin sharhlabamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawwas ibn Sam'an radiyallahu anhuma anin Nabiy sallallohu alayhi ve sellem qal. Nawwas ibn Sam'an radiyallahu anhumadan naql qilindi. O payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan naql qilib mundaq dedi. Al birru husnul xulq. Yaxshilik güzel ahlaqdır. Vel ithmu ma haka fi nafsik ve karihta ayyatali alayhin nas. Günah iş qalbini bir aram qiladigan va kishilarning bilib qilishidan seni aramsizlandiradigan, ya'ni sen kishilarning bilib qilishini xolamaydigan ishdir deydi. Shundaqla hadisninki davomi bor. Bugun o'qigan hadisimizniki va an Wabisa ibn Ma'bad radiyallahu anhu. Wabisa ibn Ma'bad radiyallahu anhu naql qilindi. O mundaq dedi. Ataytu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishig'iga keldim. Faqal. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dedi. Ci'te tes'elu anil birri vel ithmi. Sen yaxshilik ve günah hakkında sorup geldin degan sual şekilde bu cümleni etti. Kultu na'am. Şundaq ey Rasulullah dedim. Qal Rasulullah mundaq dedi. İstefti qalbak. Qalbingdan patvaso. Qalbingni tincha. El birru matma'annat ilayhin nafsu ve atma'anna ilayhil qalbu. Yaxshilik nafs onunda aram tapqan narsa ve qalb onunda rahat bo'lgan, bir aram bo'lmagan, tinim tapqan narsa. Vel ithmu ma haka fi nafsi ve taraddada fi sadri ve in aftaka nas ve aftauka. Günah kishilar sana to'g'ri deb har qancha fatvo bersimi, nafsingni bir aram qiladigan, qalbingda ikkilanish paydo qilgan ishdir deydi. Bugünkü hadisimiz nayet muhim bir hadis. Qalbni tinchashda, özümüzni aldamaslikda nayet muhim bir hadis. Aldulan biz hadisni cümle şərhləyimiz. Hadisning başida Peyğambarimiz Muhammad alayhisalom yaxshilik güzel axloqdir dedi. İslamda yaxshilik degan nima? Qanday odamni yaxshi deymiz desa, uning javobi aniqki, güzel axloq yaxshi ishdir. Güzel axloqli odam yaxshi odamdir. Ölçen bu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bunu bu hadis arqali nayet uçuq bayan qilib berdi. Va shundaqla güzel axloq biz ilgirki darslarımızda to'xtaldik. Qiyomat kuni tarazda eng ig'ir keladigan narsa. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadisda ma min shay'in fil mizan athqalu min husnul xuluq. Qiyomat kuni taroziga güzel axloqdan ig'ir keladigan bir narsa yo'q deydi. Va shundaqla güzel axloq insonni jannatga eng ko'p kirgizadigan narsa. Peygamberimiz Muhammad alayhisalomdan so'raldi. Jannatga eng ko'p kirgizadigan ish qaysi deb so'raldi. Peygamberimiz Muhammad alayhisalom dedi: "At-taqva va husnul xuluq." Taqvolik va güzel axloq dedi. Hadisning davomini qaraydigan bo'lsak, Peygamberimiz Muhammad alayhisalom yomon ish, ya'ni gunohdan xabar berib, gunoh qalbingni bearam qiladigan va kishilarning bilib qilishidan seni aramsizlantiradigan ishdir deydi. Ya'ni qanday ishni yomon ishlaymiz, qanday ishni gunoh ishlaymiz, bu inson qalbiga va insonning tabiatiga ayon bo'ldi. Masalan, qanday desa, bir gunoh ish, masalan, tuhmat qilish deydi, g'ayvat qilish deydi. Asli u insonning tabiati buzilmagan bo'lsa, fitrati buzilmagan bo'lsa, bunday gunoh ish odamning qalbini aram qiladi. Bir odamning g'ayvatini qilib bo'lib, uyi qaytgandan keyin, "Ajab, uning gapini qilib saldim ya" deb o'ylaydi. Onun boshqa ig'ir ishlar deydi. Odam o'ltirish deymiz, zina pahish deymiz. Buni bütün insoniyatning hammasi yomon ko'radi. Bütün insoniyatning qalbida bu yomon ish. Agar fitratlan buzilmagan bo'lsa. Mana bu hadis bir musulmonning qalbi sog'lom bo'lsa, fitrati buzilmagan bo'lsa, uning qalbininki, vijdonininki gunoh va to'g'ri bo'lgan ishlarni ayrishdiki, o'taydigan rolni bizga bayon qilib beradi. Ya'ni gunoh qalbingni bearam qiladigan ish va kishilarninki bilib qilishini aramsizlantiradigan ishdir deydi. Demak, gunohni bilishniki birinchi yo'li qalbninki uningdan bearam bo'lishi. Bu odamning ichida bo'ladi, tuyg'usida bo'ladi. Ikkinchisi, kishilarning bilib qilishidan, ko'rib qilishidan qo'rqadigan, ensaydigan ish. Bir ish bor. Biz gunohni savob bilanmadik. Bu ikki alomat qarasak bo'ladi. Ikkisining birisidan tepilsa, bu yaxshi emas ekan deb hukm qilsak bo'laveradi. Agar sog'lom tabiatimiz buzilmagan bo'lsa. Masalan, deylik, bir ish bor, boshqalar to'g'ri deb turadi yoki to'g'rimi deb o'yinib qolamiz, ammo ko'nglimiz bearam. Ko'nglimiz rahat emas. Va shundaqla u ishni kishilar ko'misi bo'ladi deymiz. Xo'sh, unda bo'lsa, siz qalbingizdan fatvo so'rang. Agar qalbingizda bearamlik bo'lsa, va shundaqla kishilardan uni yushursangiz, bilishni xohlamasangiz, bu ish xato degan gap.
Şuna hadisindeki keyinki davamında Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam yani bir hadiste yani Vabise İbni Ma'bad radıyallahu anhu'dan nakl kılan hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Vabise İbni Ma'bad radıyallahu anhu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın qarşıga keldi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sen yaxşılık haqida so'rash uchun keldingmi dedi. Laqi sahabe ha dedi. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem qalbingdan so'ra dedi. Yani senin qalbing fitriting buzilmagan bo'lsa, yaxshilikni biladi. Yaxshilik nafsingni rohatlantiradigan, ya'ni ko'ngling arom topadigan, xotirjam bo'ladigan, bearam bo'lmaydigan ishdir. Gunoh bo'lsa, va in aftakan nasa aftawka. Sana har qancha kishilar fatvo bergan bo'lsa-mu, qalbing undan arom topmaydi deydi. Onda bo'lsa buni qanday tushunamiz? İnsanning sog'lom tuyg'usi, sog'lom vijdoni, sog'lom qalbi yomon ishlarni bilalaydi. Asli insonni, bütün insonlar Alloh subhanahu va taolo ana shunday sog'lom tabiat yaratgan. Yuqorida o'tganimizdek sharqdagi bir odam bilan g'aybdagi bir odamningki bir ishni yomon deb tunishi, fitrati buzilmagan bo'lsa o'xshash. G'aybatni dinga ishonmaydigan bir odam yomon deb qaraydi. Boshqalarning haqqini yeverishni bir buddistmi, ateistmi yomon ish deb qaraydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo hamma insonni sog'lom tabiat yaratgan. Ammo bir insonning tabiati buzilib ketsa, fitrati buzilib ketsa, yomon ishni qilaversa, onun nisbeten hech qanday uning qalbini bearam qilmaslik mumkin. Masalan, haroq ichib kunab ketgan odamga nisbatan haroq ichish yomon ish bo'lmaslik mumkin. Chunki u kunab ketdi, tabiati buzildi. Ya'ni sog'lom tabiati buzildi. Bu xil tabiat e'tibor qilinmaydi. Shuning uchun bu vaqtda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan mal iymanu. Iymon degan nima deb so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam "Iza sarratka hasanatuk va sa'atka sayyi'atuk." Agar sening yaxshiliging seni xushal qilsa, yomonliging seni bearam qilsa, fa anta mu'min. Sen mümin dedi. Andaki sahabeler yana sordu. Ya Resulallah, femel ism. Onda günah nima deb sordu. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, "İza haka fi nefsika şey'un fada'hu." Agar ko'nglingni bearam qilsa o ish, ko'ngling uning rozi bo'lmasa, uni qo'y, uni qilma dedi. Demek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu hadis orqali bizga qalbimizni tinchashga buyurdi. Ba'zi vaqtda fatvo izlamang. O'zingizni aldash uchun ba'zi ishlarning hukmini bilasiz. Qalbingiz undan norozi. Kishilarning bilib qilishini xohlamaysiz. Ammo qalbingizni rohatlantirish uchun, qalbingizni unutish uchun, o'zingizni aldash uchun to'g'risi, uningga bir fatvo chiqadigan bir yo'lni izlaysiz. Oxirida shu masalani to'g'ri deb beradigan odamning qashiga berib fatvo so'raysiz. Ondan keyin siz u ishni qilasiz. Vaholanki qalbingiz bearam. Hergiz bunga aldanmang deydi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. "Wa in aftakan nas aftawka." Kishilarga haqiqiy fatvo bo'lib ketsimi, o qalbingiz rozi bo'lmasa, uni o'zingiz aldimang deydi. Masalan deyli, jazoning haromligini biz bilamiz. Ammo ba'zi kishilar bu jazoni kirib qilganlik har xil yo'llar. Ba'zisi har xil bahonalarni kirib qilganlik. Masalan, jazoniga uy oladi, mashina oladi. Va olmoqchi bo'ladi. Qanday qiladi? Jazoning nihoyat ig'ir ish ekanligini biladi. Qur'onda uch oyat bor ekanligini biladi. Hadisda nihoyat qattiq ogohlantirilgan bir illat, gunoh ekanligini biladi. Ammo qilg'isi va qalbi uning qarta bearam bo'lsa-mu, lekin shuni to'g'ri deb beradigan bir odamni izlaydi. Ya'ni ana shunday jazoni uy olgan bir ahl mulamdi va yoki shunday atilgan bir kishining qashiga berib, uningdan so'raydi, u to'g'ri deb beradi, ondan keyin qiladi, ammo qalbining bir yerida chivini yutganda qiladi. Mana bu shunday ishlar bo'lsa, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi, "Fada'hu." Uni tashla deydi. Qalbingdan so'ra o vaqtda fatvoni. Uning bundan emas. Qalbing rohat bo'lmadimi? Dasanga fatvo. Basimi uni qilma. Mana bu taqvolik. Demek bu hadis bizga qalbi sog'lom, tabiati buzilmagan musulmonlarningki hargizmi ba'zi bir shubhali ishlarni, ba'zi bir fatvolarni tefib turib, uni qilishdan saqlanishga buyuradi. Ya'ni bu shubhadan yiroq turish orqali qalbining u sog'lom tuyg'usini, sog'lom fitratini saqlab qilishga buyuradi. Amaliyotda biz bu xil ahvolga duch kelgan bo'lishimiz mumkin. Shunga bu haqda o'zimizning bu qalbimizdagi sog'lom tuyg'uni saqlab qilishimiz uchun bunga nihoyat ahamiyat berishimiz kerak. Bu bir qatim o'zimizning qalbiga zid holda ana shunday qalbimiz unumusimi, boshqalardan fatvo so'rab xato ishni qildikmi, boshqalarning haqqini yevoldikmi, keyin qalbimiz bunda bir xato ishga qarshi turmaydigan bo'lib qoladi. Bu yomon ishdan bearam bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Bu vaqtda biz mo'minlik sifatimizni yo'qotib qo'yamiz. Bizning bugun o'qigan ikkinchi hadisimiz bo'lsa 28-hadis. Bu 28-hadis bo'lsa Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hayotining oxirida biz qilgan bir qancha vasiyatlarni o'ziga oldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam hayotining oxirida biz qilgan vasiyat qancha muhim ekanligini hammamiz bilamiz. Va shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ixtilof bo'lgan vaqtda nima ish qilamiz? Buni bizga deb bergan ana shu mazmunni o'z ichiga oladi. Oldidan biz hadisni o'qiylik, undan keyin biz she'rlamamiz. An Abi Najih al-Arbad ابن صارية رضي الله عنه قال وعاذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizga shundaq bir vaznasiyat qildiki, u vaznasiyatdan qalblar titredi, yumshidi, ko'zlardan yoshlar to'kildi. Faqulna dedik biz, ey Rasululloh, kannaha mau'izatun muwaddi'. Bu xuddi vidolashquchining bir nasihatiga o'xshab ketdi. Fausina bizga bir tavsiya qilslar. dedik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi: "Usikum bi taqvallohi azza va jal." Sizlarga Allohga taqvo bo'lishinglarni, Allohdan qo'rqishinglarni tavsiya qilaman. Was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun. Agar sizlarga bir qul boshliq bo'lsa-mu, amir bo'lsa-mu, uni anglab itoat qilishinglarni tavsiya qilaman. Fa innahu man ya'ash minkum fasayara ikhtilafan kathira. Chunki bundan keyin sizlardan yashaganlar nurg'un ixtiloflarni ko'radi. Fa alaykum bi sunnati va sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Sizlar mening yo'limni
mening sunnatimni va to'g'ri yo'lda mangan, hidoyatga erishgan xalifalarning yo'lini ching tutinglar. Addu alayha bin nawajiz. Mening sunnatimga ig'iz tishinglar bilan ching tishlanglar. Sizlar yengida paydo bo'lgan ishlardan, yengida paydo bo'lgan mazhablardan saqlaninglar. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Chunki har bir yengida paydo bo'lgan ish bid'atdir. Va kullu bid'atin dalalah. Har qanday bir bid'at azg'unliqdir. Xo'sh, unda bo'lsa, bu hadisni biz bir-birlab shaylab o'taylik. Oldi bilan qaraydigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hayotining oxirida sahobalarga vaz nasihat qildi. Shundaq bir vaz nasihat qildiki, Rasulullohning u vaz nasihatidan sahobalar yig'lab ketdi, qalbi titrab ketdi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qilgan nasihati samimiy edi, Rasulullohning qalbidan chiqatdi. Bu sababdan Rasulullohning nasihati sahobalarning qalbiga baratdi, ularning ko'zlaridan yosh oqqizatdi. Mana bu haqiqiy nutuq tabliğninki asas şartlardan birisi. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning u nasihatidan sahobalar bu xuddi vidolashquchining nasihatiga o'xshab ketdi dedi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nasihatidan uning bir vidolashquchininki hayotining oxirgi nasihat ekanligini sahobalar bildi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shundaq bildirib nasihat qildi. Bu fursatni ching tutgan sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan: "Ey Rasululloh, bu xuddi vidolashquchining nasihatiga o'xshab ketdi. Bizga tavsiya bo'lsa qilslar" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom birinchi qilib Allohga taqvo bo'linglar deb taqvolikni tavsiya qildi. Nima uchun? Taqvolik bizning dunyo va oxirat nijotlik yo'limiz. Bizning taqvolik yo'qolib ketadi ekan. Ya'ni Allohdan qo'rqishdan iborat bu tuyg'u yo'qolib ketadi ekan, bizga Qur'onmi foyda bermaydi. Qur'onmi hidoyatchi bizga bo'lolmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Alif lam mim zalikal kitab la rayba fi. Bu kitobda hech bir shak yo'q. Hudal lil muttaqin. Bu kitob Allohdan qo'rqqan kishilarga hidoyat ve yetekçi dedi. Ve şundaqla bizim taqvodorlik ko'tarib ketadi ekan. Allohdan qo'rqish, Allohdan ayminish, maishni Alloh cheklabdi, maish Alloh buyuribdi deb uni ijro qilishdan iborat. Bu Allohdan qo'rqadigan va shu bo'yicha harakat qiladigan tuyg'u bizni yo'qolib ketadi ekan. Biz jannatni umid qilmasak ham bo'ladi. Chunki jannat kimga tayyorlangan? Taqvodor kishilarga tayyorlangan. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Vasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Sizlar kenglik osmon zaminchilik kiradigan jannatga Allohning mag'firatiga oldiranglar. Bu jannat kimlar uchun tayyor Uiddat lil muttaqin. Taqvodorlar uchun. Taqvolikni yo'qotib qo'ygan ismi musulmon markalik insonlar uchun emas. Haqiqiy Allohdan qo'rqadigan, mangan qadamlarda, olgan qarorlarda, so'z satiqlarda, muomalalarda, gap so'zlarda, hamma ishlarda Allohdan qo'rqib turib harakat qiladigan mana shunday kishilar uchun tayyor qilindi deydi. Va shundaqlar bizda taqvolik yo'qolib ketadi ekan. Bizning oqibatimiz yaxshi bo'lmaydi. Bizga yaxshi natija kelmaydi. Ba'zi ishlar bor, taqvolik qilmasak, ya'ni Allohdan qo'rqish degan bu tuyg'uni ilib olsak, yaxshilikdek, ko'p pul topalaydigandek, ishlarimiz o'ng'u tortigandek shunday ishlar oldimizga kelib qoladi. Ammo bu taqvolik yaxshi natijalarni olib keladi. Taqvosizlik, laqvolik yaxshi natijalarni olib kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda buni alohida eskartib qo'ydi. Val aqibatul muttaqin. Yaxshi natija Allohdan qo'rqqanlarga. Yaxshi natija Allohdan qo'rqib turib qaramaganlarga. Yaxshi natija Allohdan qo'rqishni asos qilib turib qaro qilganlarga deydi. Mana shundaqlar buni dunyolik ishlarimizni kengaytiramiz. Yaxshi natija Allohdan qo'rqib turib tijorat qilganlarga. Balkim 5 pul topa olishi mumkin. 5dan ma'lum necha utuq qozona olishi mumkin. Ammo oxirgi natija kelgan vaqtda u topgan pullarning hammasi uchib ketishi mumkin. Mana shundaqlar qiyomatda hech qaysi birisi uningki asqatmaydi. Ya'ni oxirgi natijada taqvolar utuq qozonadi. Natija yaxshi oqibat taqvodorlikka mansub deydi Alloh subhanahu va taolo. Onun iki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ikinci nasihatini qilib, sizlarning beshinglarga bir qul boshliq bo'lsa-mu, quldan birisi hukmdor bo'lsa-mu, quldan birisi amir bo'lsa-mu, uni anglab, uning itoat qilinglar deydi. Bu hadis bizga g'arib, yot bilinishi mumkin. Chunki boshliq desa, biz hozir musulmonlarga nisbatan bu yot bir ishga aylandi. Chunki oramizda boshliq yo'q, amir yo'q, hukmdor yo'q. Biz hammamiz musulmon bo'lmagan yoki o'zimiz rozi bo'lmagan bir boshliqlarning bir sistemining ostida yashayapmiz. Amaliyotda bir musulmon mayli u hokimiyat qursin, hokimiyat qurmasin, kichik bir mahallada yashasin, hargiz undaq chechlang'u yashamaydi. Chuqur bir birlik ichida yashaydi. Hatta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ne dedi? İza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum. Üçünler seferge çıkıp kazanlamı bir başlık olsun dedi. Asli İslam yalğuz yaşanılmaydı. Bir cemaat içinde yaşanıldı. İctimai bir tüzüm İslam dediğimiz. Biz bugün günümüzde ne için İslam'ın o rahatını alamayız, İslam'dan huzur alamayız, İslam yol koygan bazı tüzümlerden faydalanmayız. Çünkü biz yalğuz yekki Müslüman bulup kalalık. Valenki İslam'da undaq yekkilik yok. Çuqum bir yekkiliş lazım. Şunun için Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu hadiste beşinlarga bir kul hükümdarı bulup teylengen takdirde mu degeni Müslüman yalğuz yaşamaydı. Asla ve asla. Bir mahallede bir qancha Müslüman bolsa-mu bir yer keladi va shundaqla orasidan birisini mas'ul qiladi, boshliq qiladi. Shu boshliq agar uni saylagan bo'lsanglar, hammanglar rozi bo'lib saylagan bo'lsanglar, uningga itoat qilishinglar farz deydi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Va shundaqla hayotining oxirida buni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam tavsiya qiladi. Bu hadisdan bir boshliqninki, ya'ni o'zimiz rozi bo'lib bir yer kelib, chuqur bir odamni saylashning muhim ekanligi va shundaqla shu odamga itoat qilishninki, anglashninki farz ekanligi va shundaqla buning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotining oxirgi bir vasiyat ekanligini bilishimiz zarur. Shundaqla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadisda alal muslimi as-sam'u ve ta'a. Müslüman anlab itaat qilishi kerak. Bir kelib bir o'zaro bir boshliq sayıldimi, imom sayıldimi, rahbar sayıldimi
sayıldımı, onun itaat qilish kerak. Fi ma habba va kerak. U imam, u rahbar, u amir yaxshi ko'radigan ishga buyursin yoki yomon ko'radigan ishga buyursin, uning itaat qilish kerak. Ma lam yu'mar bi ma'si. Gunoh bilan buyurmasa. Fa iza umira bi ma'si fala sam'a wa la ta'a. Bizning dinimizda qarg'ulachi, mutlaq itoat yo'q insonga. To'g'ri yo'lga boshladimi, savobli ishga boshladimi, Alloh rozi bo'ldigan yo'lga boshladimi, itoat qilish farz. Unda bo'lmaydi ekan. Ya'ni gunohga boshlaydi ekan, uning itoat qilish farz bo'lmaydi. Ya'ni xulosa vaqtimizda hadisning bu qismidan olgan mazmunimiz musulmon yolg'iz yashamaydi. Hatto uchchi bir yer kelgan bo'lsa-mu, bir boshqani saylaydi. Shuningki buyruq bilan o'rtaq harakat qiladi. Bu hadis olgan har bir musulmon shunday bir birlik kirishga. Chuqur buning uchun davlat bo'lish shart emas. Masalan, Yevropada yashayotgan qarindoshlarimiz bor. Bir qancha musulmon bo'lib qolsa yashayotgan shaharda birga kelib qarindoshlar birga kelayli. Chunki islomda bir jamoatlashish, birga kelish muhim ekan. Birga kelayli, haftada birga yig'layli. Haftada yig'lamasak oyda yig'layli. Birga kelib o'zaro suhbatlashayli, iymonlashayli, birisi-birimizning dardini anglayli. Buningga birisimiz mas'ul bo'lsin deb aradan bir mas'ulni saylab, uning itoat qilishi kerak. Shundaq bo'lgan vaqtimizda andan keyin mahidisqa amal qilib bo'ladi. Bo'lmasa mahidis bugünkidek yakka musulmonlarchiqda amal qilolmaydigan bir hadis bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisining davomida sizlardan hayot yashaydiganlar nurg'un ixtiloflarni ko'radi deydi. Ya'ni bundan keyin tahsila nurg'un ixtiloflarni ko'rsizlar deydi. Amaliyot ko'rdikmi? Ko'rdik. Nurg'un kishilar so'raydi. Qur'on bir, payg'ambar bir, nima uchun musulmonlar firqa mazhablarga bo'lingan degan savolni so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni oldin bizga xabar berib qo'ydi. To'g'ri, Qur'on bir, ammo kishilarning fikri, aqli har xil. 10 odam Qur'ondagi u ixcham shakldagi oyatni 10 xil tushunishi mumkin. Mana shu ixtilofni tugutish uchun Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib tanlagan. Birisi unda tushunib kelsa, birisi bunda tushunib kelsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uning to'g'ri bo'lgan tushunchasini tushuntirib qo'ygan, to'g'ri bo'lgan amal qilish shaklini ko'rsatib qo'ygan. Ixtilof tugagan. Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vafot topgandan keyin ba'zi kishilar, ya'ni ba'zi yo'llarni paydo qiladi. Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Qur'onning hammasiga amal qilib, hammani tushuntirib qo'yganmi? Hammani tushuntirib qo'ygan. Hammani tushuntirgan, hammani amal qilib ko'rsatib qo'ygan. Sahobalar shu yo'lda mangan. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot topgandan keyin, ya'ni ixtilofni kesadigan, ixtilofning eng oxirini bo'g'adigan zot yo'q bo'lgandan keyin, vafot topgandan keyin yana ba'zi kishilar o'tirib, har xil fikrlarni o'tirib so'rab chiqishi mumkin. Endi bu vaqtda mana shunda bugungi kunimizga o'xshash har xil firqalar, har xil mazhablar shakllanadi. Bundan qanday saqlanamiz? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'sha hadisda buni ko'rsatib qo'ydi. Sizlardan hayot yashaydiganlar nurg'un ixtiloflarni ko'radi. Undaq bo'lgan ekan, ya'ni ixtilofdan qutulish uchun sizlar mening sunnatimga va hidoyatga erishgan Rashid, to'g'ri yo'lda man xalifalarimning sunnatiga agishinglar, unga mahkam eslanglar, uni eziq tishinglar bilan mahkam tishlanglar deydi. Yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı qanday tushuntirishni bizga tushuntirib qo'ydi. Sahobalar bilan keldi. Sahobalar uningga amal qildi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamdan keyin Hazrat Abu Bakr xalifa bo'ldi. Uningdan keyin Hazrat Umar xalifa bo'ldi. Uningdan keyin Hazrat Osman xalifa bo'ldi. Uningdan keyin Hazrat Ali xalifa bo'ldi. Ma 4 xalifa butun islom ummatidagi olimlarning va shunday islom ummatining ittifoq bilan to'g'ri yo'lda mangan. Ya'ni 100% islomga amal qilgan, to'g'ri yo'lda mangan xalifalar hisoblandi. Mana biz ham ixtiloflashib qolsak va yoki ba'zi firqalar va yoki ba'zi mazhablar kelsa, Rasulullohning davrida bam etti. Sahabalarning davrida bam etti. Sahabalar qanday qilgan bu ishqa deb uning qaraymiz, shuni o'lcham qilamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni bizga ko'rsatdi. Amaliyotda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vafotidan keyin Hazrat Abu Bakrning davrida zakat bermaymiz. Rasululloh vafot topgandan keyin zakat bermasak bo'ldi degan bir xil ko'z qarash o'tirg'a chiqdi. Sahabalar qanday muomala qildi? Xato deb ular qarshi urush ochib, uni yo'q qildi. Undan keyin ba'zi firqalar o'tirg'a chiqdi. Masalan, Hazrat Alining davrida kim o'tirg'a chiqdi? Shiilar o'tirg'a chiqdi. Biz Hazrat Aliga yordam beradigan kishilar deb Shii deydigan bir mazhab o'tirg'a chiqdi. Undan ilgari Xavorijlar o'tirg'a chiqdi. Qaraydigan bo'lsak, asli yo'l bor. To'g'ri yo'l bor, haqiqat yo'li bor. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin kelgan Hazrat Abu Bakrning yo'li, Hazrat Osmonning, Hazrat Umarning, Hazrat Alining yo'li bor. Bu shundoq yo'lning atrofida Shii, Xavorij deydigan firqalar paydo bo'lib turdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ana shu to'g'ri yo'lda man xalifalarning yo'liga agishinglar. Hadisning davomida yangidan o'tirg'a chiqqan ishlarni hazar elanglar dedi. Ya'ni din yangida bayqalmagan ish yo'q. Haq demay qolgan gap yo'q. Rasululloh deydigan hammani deb bulag'liq, sahobalar amal qilgan hammani amal qilib bulag'liq. Endi yangidan birisi bir narsa ko'tarib chiqsa, dinimizga munosabatlik undan hazar aylanglar. Birisi Qur'onchi deb chiqsin, birisi men aqliyachi deb chiqsin, nim deb chiqsin, boshqa bir yo'lni paydo qilsa, undan hazar aylanglar. Dinda yangidan o'tirg'a chiqqan ishlardan hazar aylanglar. Chunki dinda yangidan o'tirg'a chiqqan har qanday ish bid'atdir, barcha bid'at ozg'unlikdir. Demek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ixtilofdan qutulishni aniq ko'rsatib qo'ydi bizga. Ya'ni bugungi kunimizda firq ko'pkan, mazhab ko'pkan, qosini amal qilamiz, buni ko'rsatib qo'ydi. Nim dedi? Mening yo'limga agishinglar, mendan keyin kelgan sahobalarning yo'liga agishinglar dedi. Ma islom dini Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam va uningdan keyin kelgan sahobalardan tortib ta bugun qadar yuzlab qolmoqliq. To'g'ri yo'l hozir qadar bugungi kunimiz qadar davomlashib kelgilik. Ammo mush to'g'ri yo'lning atrofida yangi mazhablar, yangi firqalar maydonga kelgilik. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning so'zi qo'ygan vaqtimizda ana shu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam va uningdan keyin kelgan sahobalar
başlardan tartib ta bugun qadar zanjirsimon shaklda ergishib kelgan mushu Rasulullohning sunnatining yo'li, jamoatning yo'li, ya'ni ahli sunna va jamoatning yo'li deganimiz mushu yo'l haqiqat. Ammo undan keyin paydo bo'lgan yuqorida o'tganimizdek Shia bo'lsin, Xavarij bo'lsin, Qur'onchilar bo'lsin, bugungi kunimizdagi takbirchilar bo'lsin, hammasi ozg'undir, hammasi yanada paydo bo'lgan ishdir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga ixtilofni tunishning yo'lini mana shu ixcham so'z bilan oydinlashtirib berdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni to'g'ri yo'lda mustahkam qilsin. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, ana shu o'zi rozi bo'lgan o'zining sunnati ustida, o'zining yo'li ustida qilsin. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan keyin kelgan xalifalarning rashid, to'g'ri yo'lda mangan xalifalarningki yo'lda qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Muhammedur Rasul